لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Bugun Allohumma anta robbi la ilaha illa anta xalaqtani va ana abduka va ana ala ahdika va va'dika mastata'tu va a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta deb atalgan zikrni o'rganamiz. Bu zikrni musulmon ummati sayyidul istig'for deb ataydi. Ya'ni istig'forning ulug'i, kattasi, boshlig'i, rahbari degani. Istig'for juda ham buyuk narsa. Insonni qalbini poklaydi, ko'pgina manfaatlarni jalb qiladi. Bu dunyo uchun, oxirat uchun har bir joyda istig'for bor. Istig'for aytish bir gunohni qilib qo'ygandan keyingina emas, balki doimiy ravishda bo'lishi kerak. Shuning uchun har farz namozni o'qib bo'lgandan keyin 3 marta istig'for aytamiz. Lekin o'sha istig'forlardan bir qancha siyg'alarini ham o'rgandik. Lekin ularning ichida eng ulug'i shu. Mana shuni sayyidul istig'for deyiladi. Allohumma anta robbi. Allohim, sen meni Robbimsan. Xalaqtani. Sen meni xalq qilding, yaratding. Sen yaratmasang hech kim meni yarata olmaydi. Allohumma anta robbi la ilaha illa anta xalaqtani va ana abduka va ala ahdika va va'dika. Men seni bandingman, qulingman. Men seni bandingman, qulingman. Ana senga bergan ahdimda sobit qadamman. Senga bergan va'damda mahkam turaman. Ana abduka va ala ahdika va va'dika mastata'tu. Qudratim yetganicha. Va abu'u laka bi dhanbi. Men o'zimni gunohim bilan senga e'tirof qilaman. Va abu'u laka bi dhanbi va abu'u laka bi ni'matika alayya. Menga bergan ne'matlaringni ham nima e'tirof qilaman. Va shunga o'xshab oxirigacha e'tirof, bandalik, Allohning ulug'ligi va boshqa demak narsalarni hammasini e'tirofi bo'ladi. Mana shuni yaxshi e'tirof bilan, chuqur his tuyg'u bilan qalbni to'ldirgan holda aytsa,